O'zi umuman din 3 ta qismga bo'lib o'rgatiladi. Aqida va axloq va ahkomlar. Aqida bilan axloq o'zgarmaydi. Odam alayhissalomdan boshlab to qiyomat kunigacha aqida bitta. Allohga ibodat qilishlik, unga hech bir narsani sherik keltirmaslik, insonlar ubudiyatni faqatgina Alloh uchun qilishligi. Axloq bo'lsa o'sha bu axloqlar aqidadan kelib chiqadi. Masalan, odam tamagirlikni yo'qotishlik bu axloq bu. Tamagirlikni yo'qotishlik qayerdan kelib chiqadi? Nimadan kelib chiqadi? Alloh taoloning boyligini bilishdan kelib chiqadi. Agar kimda kim Alloh boy deb e'tiqod qilsa, beruvchi ham o'zi, oluvchi ham o'zi, foyda beruvchi ham, zarar beruvchi ham o'zi deb e'tiqod qilgan odam tamagir bo'lmaydi. Alloh taolo meni ko'rib turibdi, Alloh taolo hozir meni kuzatib turibdi deb iymon keltirgan odam Allohdan hayo qiladi. O'z-o'zidan hayo sifati kelib chiqadi. Alloh meni tekshirib turibdi, ichimdagi narsani bilib turibdi degan odam munofiqlikdan saqlanadi. Hammasi o'sha aqidaga bog'liq bo'lgan narsa. Axloq, biz odob axloqdan gapirishlikdan oldin aqidadan gapirishligimiz kerak bo'ladi. Oldin inson agar Robbisini qanchalik tanisa, shunchalik darajada insonda axloq, odob paydo bo'lib boraveradi.